Maymunlar sayyorasi. Maymunlar sayyorasini o'qishni boshlagan oningizdayoq maymunlar jamiyatiga tushib qolasiz. Yo'q, bu fantastika olamiga sayohat emas, balki insoniyatni o'ziga qarata qo'yilgan og'riqli ko'zgudir. Bosh qahramonning ko'zoynaklari orqali insoniyatning eng yomon illatlarini maymunlar jamiyatida ko'rasiz. Insonlar va maymunlar o'rtasidagi keskin kurash, aql va hayot haqidagi chuqur savollar sizni doimo hushyorlikka tutadi. Kitobni tugatsangiz ham hayolingiz baribir o'sha sayyorada qolaveradi. Insoniyat o'z ixtiyorlari bilan o'ziga dushman bo'ladimi? Per Boll qalamiga mansub Maymunlar sayyorasi asari fantastika olami sayohatiga emas, balki insoniyatni o'ziga qarata qo'yilgan og'riqli ko'zgudir. Ogoh bo'ling, bu asar sizni o'qib o'rganib qolgan fantastikalardan ancha murakkab, dahshatli voqealar yakuni esa undan-da vahimali. Maymunlar sayyorasi romani qahramonlari maymunlar hukmdor sayyorada guvoh bo'lganlari shu qadar qo'rqinchliki, ekipaj a'zolari safidagi professor ongsiz insonlar orasida fikrlash, muloqot qilish qobiliyatini yo'qotadi. Asar atrofdagilarni ta'sir kuchini ko'rsatib beradi, o'zlikni saqlab qolish siri bilan bo'lishadi. Kitobda o'zga sayyoraga borgan insonlar maymunlar olamiga tushib qoladi, lekin bu maymunlar taraqqiy topgan, gapiruvchi, insonlardek kiyinadigan, qisqasi butun hayot tarzi insonlardek bo'lgan maymunlar edi. Bu sayyoradagi insonlar esa ongsiz, gapirmaydigan, kiyimsiz bo'ladi. Ularni maymunlar hayvon sifatida ko'radi. Maymunlar qo'liga asir tushgan mana shu ongsiz odamlar ichida qahramonlarimiz o'zini ongli inson ekanligini isbotlab, yerga qaytishi oson kechmaydi. Ammo oradan 700 yil o'tib ketgan edi. Ular yerda ham yorqin kelajak kutmayotgan edi. Sayyorada amallab yerga qaytganlarida esa hammasi butunlay o'zgarib ketgan edi. Qiziqa, tasavvur qiling, umuman notanish bir sayyoraga tushib qoldingiz. Bu sayyorada tabiati, iqlimi, yashash sharoiti, xullas har narsasi bilan bizning yerga o'xshab ketadi. Ammo, bir ammosi bor. Bu gap shundaki, bu sayyorada maymunlar hukmronlik qiladi. Bunday maymunlar oliy ijtimoiy mavqega ega. Odamlar esa hayvon darajasiga tushib qolgan edi. Insonlar hayvonlarni emas, hayvonlar insonlarni boshqaradigan teskari tarzda edi. Bu hali hammasi emas. Odatda biz hayvonlar ustidan o'tkazadigan barcha tajribalar bu sayyorada odamlar ustidan o'tkaziladi. Hatto insonlar hayvonlar tomonidan ko'ngil xush uchun ovlanib, hayvonot bog'iga o'xshash joylarda qafasga solib namoyish etadilar. Asarda maymunlarning aqliy rivojlanishi va ularning insonlar ustida hukmronlikni qo'lga kiritishdagi psixologik jihatlar ham qalamga olinadi. Bu esa o'quvchiga kuch-qudrat va hukmronlik borasidagi chuqur mulohaza yuritish imkonini beradi. Xulosa o'rnida Per Bollning Maymunlar sayyorasi romanini nafaqat fantastik sarguzasht, balki insoniyatning axloqiy, intellektual taraqqiyotini tahlil qiluvchi falsafiy asar hamdir. U bizning chuqur o'yga tolishga, o'zimiz haqimizda tanqidiy fikrlashga undaydi. Shu sababdan ham u o'zimizni yo'qotmaydi va ilmiy fantastika klassik namunalardan biri bo'lib qolaveradi. Demak, ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz.